Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kunlari ertalab bozor 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'ladi. Bular narxi nech pul aka endi? Donaga ham, pachkaga ham 10 ming. Donaga ham, pachkaga ham 10 ming so'm. Donaga, pachkaga 10 ming so'mdan mana. 4 xil rasvetkasi. 4 xil rasvetkasi bor ekan. Materiali nima o'zi buni? Materiali. Hozir kiydiradigan. Xullas shu-da, mana shunaqa kiyim ekan mana. Egasi aytayapti 10 ming so'm deb, mana men ham 10 ming so'm deyapman. Xo'p, bunisi mana tepapasiz. Bular 20 ming so'mdan ekan. Bundan ko'p emas lekin 20 donami qoldi. Mana bu kiyimdan ko'p bas ekan, 20 tani qopti. 20 donasi. Ha. Materiali bambuk ekan, nima? Velvet. Bunisi-chi? Bu ham o'sha ikkovi bir xil narx. Bu ham bir xil narx. Nech pul dedingiz? 20 ming. 20 ming so'mdan tepapastlik. Donaga ham, pachkaga ham, ha? Vagonda olsa ham shu narx. Bular tepapas. Bular tepapas. Nech pul ekan bunisi? 25 ming bergan. Bular 25 ming so'm. Bu necha yoshga tushadi? 6 yoshga to'liqdi. 6 yoshga tushadi deyapti. Endi u bolani razmer naqasiga qaraydi, gavdasiga. Ya, to'liq gavdali qo'l pah bo'lsa, Ha. 6 yoshga tushni ham qolishi mumkin. Bu bir xil narsa ekan, ha? Ha. Shu to'ralasi. To'xir rasvetkasi. Rasvetkasi. Mana akamning mahsulotlari. Bular 10 ming so'mdan mana shu. Qancha desa qilib beramiz, bor ular. Qancha desalar qilib beraverar ekan. 10 ming so'mdan mana rasvetkalari, mana rasvetkalari. Donaga ham, pachkaga. Donaga ham, pachkaga ham shu narx ekan. Telefon nomeringiz necha aka? 94lik 559 30 32 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Qaranglar. Hozir sotuvchi akamiz faqat oladigan odamlar bo'lsa telefon qilsin deyapti. Mana hozir menimcha bu videoni jinnixonada yotgan jinni ham tushunadigan video bo'ldi. Narxi aytildi mana. Xo'p. Donaga, pachkaga hamma yo'g'i aytildi. Telefon nomerlar aytildi. Yarim kechasi telefon qilib, bular bo'lmasga bezovta qilmanglar. Nafaqat bu videodagi sotuvchini, boshqa videodagilarni ham bezovta qilmanglar. Chunki biz mana erinmasdan video o'qib, shu sotuvchilar telefon nomerini so'rab aytyapmiz-ku, bir xil sotuvchilar nomerini ham bermay qolyapti. Shuning uchun shunaqa holat bo'lmasligi uchun oladigan odamlar kunduzi telefon qilinglar. Shu sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Rosa joy-joyiga qo'yib yubordim.